Sizni maktabingizni maqtashdi. Shunga o'g'lim olib keldim. Juda ham yaxshi. O'g'lingiz 3 yo 4-sinfga o'xshaydi. Shunaqa. Bu yil 4-sinf bo'ladi. 3 yildan bir maktab tanlaydi. Endi Bo'riboyevachchani ko'ngillari nozu. O'shanga sizni ham maktabingiz yoqib qolar deb olib kelib ko'rdim-da. Yaxshi, maktabga qabul qilamiz, faqat bitta sharti bor. Qanaqa? Siz borib daraxt ekishingiz kerak. Opajon, oldin o'g'li maktabingizni yoqtirsin. Keyin daraxt ekish bormi? Maktabingizni uy-joylarini remont qilish bormi? O'zingiz bilan alohida gaplashamiz. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Siz borib daraxt ekib keling, keyin gaplashamiz.